Manchester United o'ta zo'r o'ynadi oxirgi paytlarda. Va alaykum assalom Fatixo'ja, qalaysan? Ukani olib keling, 5 ta acha. Sen ham 5 tacha. Va sal bola. Bo'ldi, chiroyli forma qilamiz. Xo'p, qaranglar. Senga Manchester United qilib beramiz, bo'ptimi? Bu senga. Ukenga Barselona qilib beramiz, bo'ptimi? Mana ukenga sen ol. Endi bu yoqqa Gedri ketdi. Yuringlar. Fatixo'ja, kosizlarmi? Bu yoqdan sizlarga Gedri olamiz. Sani forma Manchester United qizil olamiz senga. Ukaniki kichkina razmer. Voh, ko'k olamizmi? Bo'ldi, Barselonaga ko'k olamiz. Ke. Keyin olib kelsanmi? Sizlarga ujma oyoq kiyim tayyorlab qo'ydim. Qara, senga mana bunisini olamiz. Ukenga mana shunisini olamiz, bo'ptimi? Mana. Ketdi endi. Razvalkaga, xo'pmi? Yuringlar. Fatixo'ja chiqyapsizlarmi? Bo'p qoldinglarmi? Qani ukani, bu sekin. Kim hamda turgan? Yoqqa tur. Qaranglar, kichkintoydan boshlaymiz. Kichkintoy formasi 150 ming so'm, eng kichkina razmer, Gedrisi hop 30 ming so'm. Oyoq kiyimlarni ko'rsatishini qara buni chiroyliligini. Hop, buniki 27 dan 35 gacha, narxi 250 ming so'm. Bu yoqda endi Fatixo'janiki o'tamiz. Fatixo'janiki formasi 90 ming so'm, orqasiga print xizmati bor, Bruno Fernandes 50 ming so'm. Endi Gedrigini ham ko'rsatamiz. Gedriga buniki ham 30 ming so'm, oyoq kiyimi razmeri 33 dan boshlab 38 gacha, narxi 250 ming so'm. Qani, sizlarga kichkintoylarni qaysi biriniki yoqdi komplektni? Bitta like bosib qo'yishingiz, esdan chiqarmaysizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'lasizlar.